Buqalarimiz sotildi. Kelinglar bir foydani hisoblab ko'ramiz, obunachilar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. So'rg'oma qo'shbozlari. Bugungi video rolikda Andijon viloyati Bo'ston tumani Zavra mahallasida joylashgan o'zimizning xonadonimizdan olib boramiz. Bugungi video rolikda mana shu 8 oydan beri boqayotgan buqalarimiz bor. Obunachilar, bilasizlar. Bu buqalarimizni endi sotdik bugun mana 25-mart. 25-mart sanasida bu buqalarimizni sotdik. 8 oydan beri boqyapmiz. Kimdirlar ko'ryapti, kimdirlar endi kanalimizga mehmon bo'lib endi ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Bilasizlar, bu buqalarni mana shu 3 ta buqachani 2025-yil 1-avgust sanasida bitta mashinani sotib, o'sha mashinani puliga bu buqachalarni olganmiz. 54.400.000 so'mga uyimizga yetib kelgan bu 3 ta qirg'iz, shved buqachalari. Mana 8 oydan beri boqib, bugun mana o'sha nasib sotiladigan kun ekan, sotildi. Buqalarimizni 500.000 so'm kam 90 millionga sotdik. Barakasini bersin. 500.000 so'm kam 90 million so'mga sotdik. Endi bularni bir qator rasxodlarini hisoblab chiqamiz. Bizga bu buqalar nech pulga tushgan, bugungi kungacha tan narxi, foyda qancha bo'ldi. Bilasizlar, biz oldindan buqa boqib yurmaganmiz. Endi mana 5-6 oy, 8 oy bo'ldi. Mana shu buqalarni olib boshladik. Molxonalarni ham yangi qilib. Boshida olishda adashmovchilik bo'ladi, sotishda adashmovchilik bo'ladi. Ozgina o'rganib mana shu holatga yetib keldik. Bundan so'rab. Hop, bu buqalarimizni 54.400.000 so'mga olgan edik. 8 oy boqqanimizda boshida 5 oyi yengilroq yem yegan, yengilroq boqqanmiz. O'sha vaqtlarda bu kichkina edi bu buqalar. Hozir video davomida qo'yib ketaman. Olgan vaqtimiz ham 500.000 so'mdan yegan. Avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr o'rtacha hisoblayapman. 500.000 so'mdan oshiqroq, kamroq bo'lishi ham mumkin. O'rtacha hisobda 500.000 so'mdan deb hisoblayapman. Avgust oylarida masalan 250.000 so'm atrofida yegan bular. Sentyabr, oktyabr, noyabrgacha ozgina ko'payib, o'rtacha hisobda 500.000 so'mdan 2 million so'm deb hisobladim. Dekabr, yanvar, fevral, mart oylariga 1 million so'mdan. 1 million so'mga yetmasligi ham mumkin, lekin o'tmaydi. 1 million so'mga yetmasligi ham mumkin, lekin 1 million so'mdan deb hisobladim. Hop, 4 million so'm bo'ladi. Bu yoqdan dekabrgacha 2 million so'm, bu yoqqa 4 million so'm bilan 6 million so'm yegan deb hisoblayapmiz. Har biriga 3 ta molga 18 million so'm yedi. Mana shu mart oyi bilan hisoblasak. Mana bu olib kelgan holatimizdagi, ya'ni olayotgan holatimizdagi ko'rinishida mana shu holatda bo'lgan bular. 1-avgust sanasida 2025-yil. Mana shu 3 ta buqacha. Hammasi qirg'iz buqalari. Mana shu ko'rinishda bo'lgan. Keyin uyimizga olib kelib yashirib bo'lgan bular. Yashirib bo'lib davolangandan keyin yana uyimizda boqayotgan vaqtimizda taxminan avgust oxiri, sentyabrda boshlarida mana shu holatda bo'lgan edi bular. Boqib mana mart oyida sotgan bo'lsak, har biri 6 million so'mdan hop 18 million so'm bo'ladi yegan yemishi. Mart oyida oxirigacha boqqanimizda, yo'q, yana 5 kun, 6 kun vaqt bor. Ular sotildi, bugun chiqib ketadi nasib bo'lsa. 18 million emas, uni 17,5 million so'm hisoblaymiz yemishini. Bu yoqdagi 54.400.000 so'm bilan unga qo'shsak, salkam 72 million so'm pul bo'ladi. 72 million so'm. Sotgan narximiz 89,5 million so'm. Ya'ni bular bizga 17,5 million so'm foyda berib ketdi. Yaxshi bu boshida. Endi
10 yil 15 yildan beri bunaqa chorvachilik bilan shug'ullanmay qo'yganmiz. Endi boshida bo'ladi foyda yaxshi. Oyiga mana shu uchalasi bizga 2 million 200 2 million 300 atrofida mehnatimizga foyda tashab ketdi. Yegan yemishlardan tashqari. Endi bularni o'rniga nasib bo'lsa yoshroqlaridan olib yana bularni o'rnini nasib bo'lsa ko'paytiramiz. Videoda aytganmiz, boshida videoga olib YouTube'ga qo'yayotgan vaqtimizda bularni nasib bo'lsa oxirigacha videolarni olib sotkinimizgacha bo'lgan holatini ko'rsatamiz deb kanalimizga kirsanglar, bularni berayotgan ratsionlarimiz, ozuqalarimiz haqida videolarni qo'yganmiz. Shu kanalimizdagi videolarda har oyda qanaqa ratsionda boqqanmiz, o'zgarishlari har oydagi va ozuqalarni ko'paytirishlarimiz barchasini yoritib borganmiz. Kimgadir foydasi tegishi mumkin, kirib ko'rishinglar mumkin. Bu buqalarni menimcha foydasi yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Chunki birinchi marta olib, ancha yillardan beri birinchi marta olib boqyapmiz. Foydasi albatta chorvada baraka bor deb bejiz aytmaydi ekan. Mana 18 million so'm yaxshi deb o'ylayman menimcha. Chunki turgan narsa turaverardi. 18 million so'm foyda har oyiga 8 oyga hisoblasak o'rtacha 2 million 200 2 million 300 dan to'g'ri kelyapti. Menimcha yaxshi deb o'ylayman. Agar mollarni soni bundan ko'p bo'lsa, foyda ham shunga yarasha 10 ta bo'ladigan bo'lsa 5 million 6 million atrofida foyda bo'ladi. Bundan ham ko'p bo'ladi. Har oyiga 5 million 6 milliondan ham ko'p bo'ladi. Chunki biz olayotganda ozgina qimmat olganmiz, sotayotganda ham ozgina arzon sotyapmiz deb o'ylayman. Tajriba oshgan sari bu narsa albatta o'zini mevasini beradi va foyda ham ko'proq bo'ladi deb o'ylayman. Albatta chorvada baraka bor deb bejiz aytmaydi ekan. Xudoga shukr, mana ziyonda emas, foydada chiqdik. Barchaga tavsiya qilaman chorva boqishda. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizni kuzatib boringlar. Endi nasib bo'lsa bularni o'rniga yana kichkina ko'chat buqachalardan olib kelib boqamiz. Bularni ham hozir yana 3 ta kichkina ko'chat buqachalardan olib kelib zagon holatda boqyapmiz, qo'yib yuborganmiz. Endi bularni o'rniga yana shunaqa ko'chat buqachalardan olib kelib ularga qo'shmoqchimiz. Bu yonboshidagi ikkita buqachani ham olib nariga olib kelgan buqalarimiz karantindan yaxshi chiqsa, ya'ni sog'lom bo'lsa, qolganlarini ham qo'shib ularga zagon holatida qo'yib yuborib boqmoqchimiz. Barchaga tavsiya qilaman chorva boqishda. Mol bo'lsin, qo'y bo'lsin, albatta olayotganda, sotayotganda e'tiborli bo'lib, imkon qadar olishda, sotishda yaxshi biladigan yoki o'sha vaqtda bozordan xabardor bo'lgan odamlar bilan chorvani olishda yoki sotishda tavsiya beraman. Barchaga omad tilayman. Doimo sog' salomat bo'linglar. Videolarimizni kuzatib boringlar. Nasib bo'lsa keyingi chorvalarni ham qanday boqamiz, qanaqa ratsionlarda o'zgarishlari barchasi haqida videolar qilib kanalimizga joylab boramiz. Ko'rishinglar mumkin.